Assalomu alaykum. Mana 2-sinf matematikasidan 4-chorak ham boshlandi. Bugun 117-dars ko'paytirish xossalari. Yondosh mavzu mehmondo'stlik. Ko'paytiruvchi ko'paytma. Rasmda nechta anor va olma tasvirlangan? Ifoda tuzing. Ularda qanday umumiylik bor? Ular nimasi bilan farq qiladi? Anor eniga 4 ta, bo'yiga 3 ta. Ya'ni 3 ni 4 ga ko'paytiramiz 12. Yonida esa olma eniga 3 ta, bo'yiga 4 ta. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz 12. Bu joyda 3 ni 4 ga ko'paytirsak ham 12, 4 ni 3 ga ko'paytirsak ham 12. Ya'ni mana bu qoidaga amal qilamiz. Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasi. Ko'paytuvchilarning o'rinlari almashinishi bilan bu joyda natija o'zgarmaydi. Ya'ni a ni b ga ko'paytirsak ham, b ni a ga ko'paytirsak ham bir xil natija kelib chiqadi. Ikkinchi qulay usul bilan hisoblang. Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasidan foydalaning. 3 ni 60 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 60 ni 3 ga ko'paytiramiz. 6 kara 3 18, oxirida 0 ni olib kelib chiqsak 80, 180 hosil bo'ldi. Qolganlari ham xuddi shu tarzda ishlanadi. 2 ni 80 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ni 8 ga ko'paytiramiz. 16, 0 ni olib kelib tushamiz 160. 6 ni 10 ga ko'paytiramiz. 6 ni 1 ga ko'paytiramiz 60. 6 0 ni olib kelib tushiramiz 60. 70 ni 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21, 0 ni olib kelib tushiramiz. 3 ni ko'paytiramiz 40 ga 120. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, 0 ni olib kelib tushirsak 120. O'rinlari almashsa ham bularning xossalari o'zgarmaydi. Ya'ni 3 ni 60 ga ko'paytirsak ham 180, 60 ni 3 ga ko'paytirsak ham 180 hosil bo'ladi. 3-masala. Bir to'plamda 6 ta finjon bor. Bir qutida 5 ta finjon bor. 2 ta qutida jami nechta finjon bo'ladi? Ya'ni bir to'plamda 6 ta finjon bo'lsa, xo'p, bitta qutida 5 ta bo'lsa, 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 ta finjon bor. Ya'ni 6 ta to'plamda har bittasida bitta qutida 5 ta finjondan bor ekan. Ya'ni bu joyda 6 ta to'plamni ichida 6 ni 5 ga ko'paytirsak 30, 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10. 3-masala. Navro'z munosabati bilan mahallada bayram dasturxoni yozildi. Asi, bitta stolga nechta likopcha qo'yilgan? 5 ta stolgacha nechta likopcha qo'yilgan? Buning uchun bitta stolda 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 ta likopcha qo'yilgan. Endi bizdan so'rab turgani bu joyda 5 ta stolga nechta qo'yilganini topish uchun birinchi 2 ni 4 ga ko'paytiramiz va 5 ga ko'paytiramiz. O'shanda natija kelib chiqadi. Buning uchun 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8, 8 ni 5 ga ko'paytirsak 40. 5 ta stolda 40 ta likopcha qo'yilgan. Bo'lsa, 5 ta stolga nechta yashil likopcha qo'yilgan? 5 ta stolda nechta ko'k likopcha qo'yilgan? 2 ni ko'paytiramiz 4 ko'paytiruv 5. Buni topish uchun birinchi 4 ni 5 ga ko'paytiramiz 20, 20 ni 2 ga ko'paytirsak 40. 40 ta yashil likopcha qo'yilgan. Namuna bo'yicha 5-misol. Yozing va hisoblang. 7 ni 2 ga ko'paytiramiz va 5 barobar. Buni biz oson yo'lni topamiz. 7 ni ko'paytiramiz, qovus ichida 2 ko'paytiruv 5. 7 ko'paytiruv 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10 bo'ladi 70. Qolganlari ham shu usulda bajariladi. 6 ko'paytiruv 2, qovus ichida ko'paytiruv 5. 6 ni tashqariga ko'paytiramiz, 2 ni 5 ga ko'paytiramiz, qovus ichida 6 ni ko'paytiramiz 10 ga bo'ladi 60. Keyingilarni ham oson yo'lni topish uchun 5 ni 2 ga ko'paytirib olamiz. Bu joyda 10 bo'ladi, 8 ni 10 ga ko'paytirsak 80. Keyingilari ham xuddi shu tarzda ishlangan. 5-masala. Har bir stolda 4 ta likopcha yer yong'oq, 2 likopcha bodom, 4 likopcha yong'oq, xondan pista noma'lum. 3 ta stol ekan. 42 ta likopcha ekan. Biz buni topish uchun
avvalo hammasini 3 ga ko'paytirib chiqamiz. 4ni ko'paytiramiz 3 ga barobar 12. 12 ta yer yong'oq. 2 ni 3 ga ko'paytiramiz 6 ta. 6 ta bodam yog'. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz 12 ta yong'oq. Endi bu joyda chiqqanlarini, ya'ni bizga javoblari, ma'lumlarni qo'shib chiqamiz. 12 ga qo'shamiz 12 va 6 ni. Bo'ladi 30 ta. Xo'p, 42 dan 30 ni ayirsak 12 ta xondan pista kelib chiqdi. Bu joyda xondan pista tarelkasi 12 ta ekan. Hurmatli mening aziz bilimli bolajon kanalining muxlislari. Bugun 117-darsdan 7-8 misol va masala uyga vazifa edi. Albatta uyga vazifani birgalashib bajaramiz. Misollarni yeching. Unchalik qiyin emas. Uyga vazifa. 2 ni 40 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8, 0 ni olib kelib pishirsak 80. 3 ni ko'paytiramiz 5 ga 150, 15, 0 ni qo'shamiz 150. 7 ni 10 ga ko'paytirsak 70, 2 ni 100 ga ko'paytirsak 200 va hokazo. Buni esa boyaga ishlagan 2-chi misol asosida ishlaymiz. 3 ni ko'paytiramiz 5 ga va 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 2. 3 ni ko'paytiramiz 10 ga bo'ladi 30. 4 ko'paytiruv 2 qovus ichida ko'paytiruv 5. 4 ni qovus tashqariga chiqaramiz. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz 10. 4 ni 10 ga ko'paytirsak 40. 8-chi misol. Tenglamalar tuzing va ularni yeching. X sonini 3 ga bo'lishdi va 9 ga ega bo'lishdi. Y sonini 9 ga ko'paytirishdi va 54 ga ega bo'lishdi. Z sonini 23 va 14 sonlar yig'indisiga qo'shishdi va 54 ga ega bo'lishdi. Buni albatta tenglama tuzamiz. Birinchisi, x bo'luv 3 barobar 9. Oddiy tenglama. X barobar 9 ni 3 ga ko'paytirsak 27 hosil bo'ladi. 27 ni 3 ga bo'lsak 9. Keyingisi, y ko'paytiruv 9 barobar 54. Y barobar y ni topish uchun 54 ni 9 ga bo'lamiz. Bo'ladi 6. Ya'ni 6 ko'paytiruv 9 barobar 54 ga teng. Z qo'shuv qovus ichida 23 qo'shuv 14 barobar 51. Z qo'shuv 23 ni 14 ga qo'shsak 37 hosil bo'ladi. Z qo'shuv 37 barobar 51. Oddiy tenglamaga aylandi. Z barobar 51 ayirib 37 bo'ladi 14. Ya'ni endi 14 qo'shuv 23 qo'shuv 14 barobar 51. Ikkala tomon ham 51 hosil bo'ldi. Mana keyingi darsda uchrashguncha aziz mening o'quvchilarim, bugungi darsni puxta o'rganib boring.